Kimyoviy reaksiya turlari birinchi qism. Kimyoviy reaksiyalar jami 4 ta turga bo'linadi. Birinchisi birikish reaksiyalari, ikkinchisi parchalanish reaksiyalari, uchinchisi o'rin olish va to'rtinchisi almashinish. Bugun biz birikish va parchalanish reaksiyalari haqida gaplashamiz. Demak, birikish reaksiyalari ikkita modda birikib, ya'ni birgalashib, yangi uchinchi moddani hosil qiladigan reaksiyalar birikish reaksiyalari deyiladi. Misol uchun, vodorodga kislorod qo'shganda suv hosil bo'ladi yoki natriy oksidga suv qo'shganda gidroksid natriy hosil bo'ladi va hokazo. Parchalanish reaksiyasi. Bir modda parchalanib, turli xil moddalarni hosil qiladigan reaksiya parchalanish reaksiyasi deyiladi. Misol uchun, kalsiy karbonat parchalanganda oksid kalsiy bilan karbonat angidrid hosil bo'ladi. Yoki mis ikki nitrat parchalanganda mis ikki oksid, azot to'roksid va kislorod hosil bo'ladi va hokazo. Demak, yaxshilab eslab qolamiz. Birikish reaksiyasida ikki modda birlashib, yangi uchinchi moddani hosil qiladi. Parchalanish reaksiyasida esa bir modda parchalanib, bir nechta xil moddani hosil qiladi. O'rin olish va almashinish reaksiyalari haqida videoning ikkinchi qismida gaplashamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.